Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar. Bugungi manzilimiz Rishton Abzor jamoasining manzili. Rishtonimizdagi yangi shaharchaga kelganmiz. Rishtonimizda ham xuddi shunaqa 9 etajga domlar qurilyapti. Hurmatli obunachilar, ushbu joyimizni kommentariyaga yozib ketasizlar. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Muslimxon Rishtondan domlarni reklama qilyapsiz, hovlilarni reklama qilyapsiz. Ularga bir Rishtonimizdan ustalar bormi, brigadirlar. O'shalarni biz raqamlarini o'zlarini Instagramlari bo'lsa ko'rsating deyishyapti. Hurmatli obunachilar, o'zimni akam borlar Rishtonda shunaqa yangi domlarni 0 dan 100% gacha remontlarni yororiydigan aka. Tamam. To'g'risi mendan rishtonliklar juda ko'p kishi so'rayapti. Muslimxon bizda domlarimiz bor. Bir remont ustalarini ham Instagramlarini, Telegram telefon nomerlarini qo'yib bering deyishdi. O'shanga o'zi chetlarda tashkiliy ishlarda yurgan ekansiz. Sizni ushlab oldim chetda aka. Rishtonliklarga aka bir ishlaringizni aytib bersangiz. Bo'ldi. Bizni ishlarimiz Muslimxon shu patkurish qilib beramiz. Shu 4 ta devori ko'tarilgan bo'lsa bo'ldi. Elektrik, santexnik, eshik, natijni hamma yoqda qilib beramiz. Elektrik xizmatlarigacha. Bolalardan bor, brigadirlar. Bor, hammamiz. Siz boshida turib, gilamlilari men qo'lni bitirib patkurish qilib beramiz. Xullas, qayerda bo'lsa-da, o'zlar qat'inada, Rossiyada bo'lsa-da, O'zbekiston qayerda bo'lsa-da, telefonda aloqada bitirib beramiz qolni. Bag'dod, Rishton, Oltiariq, Farg'ona hamma yoqda ish ko'rsatamiz. Ko'pincha shaharda ishlaymiz, shaharda ham ishlar bor, bolalar bor. Akamning ishlarini o'zi bilgan biladi, shunaqa katta qurilishlarda boshlovlarda yurish. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa Rishtonda sifatli usta xizmati, nima deydi? Traventin. Traventin. Hammasi bor-a? Hamma yoq fasad ishlari, shunaqa usta qidirib turgan. Betorka dom, hovli ham qilaveramiz. Hovli ham. 4 ta devor ko'tarilgan bo'lsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. O'zi obunachilar tushunadi. Uzoqroqqa borishni hojati yo'q. Like, komment bosib Rishtonlik usta qidirib turgan obunachilarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.